Oo, hamma joyda chegirma yozuvlar bo'lib ketdi-yu. Ya o'zi to'xtanglar, shu ko'chada, yo'l bo'yida, do'konlarga qo'yilgan chegirma yozuvlar odamlarni qanchalik e'tiborni tortadi. Kelinglar shu haqida bugun odamlar fikrini o'rganamiz. Mana do'konlarda misol uchun tashqarida yozuvlar bo'ladi-da, chegirma degan yozuvlar. Shunaqa yozuvni ko'rganingizda do'konga kirish ehtimoli qanchalik ko'payadi sizda? Yo'q, unchalik ko'paymaydi. Ko'paymaydi? Yo'q. Конечно, tortadi, reklama yaxshi. Tortadi. Gazni bosish kerak. Endi e'tibor beraman. Ha. Tortadi baribir iloji. Qancha kuchayadi? Kuchayadi. 100% kuchayadi. Bir 60-70%. 60-70% kuchayadi. U chegirma tortadi sizda. Yo'q, qiziqamiz bu. Unchalik ham. Unchalik tortmaydi. Do'konda ichida yuribsiz. Ikkinchi savolimiz, qaysidir mahsulotlarga chegirma bor. Shunaqa chegirmali mahsulotlarni olishga qiziqasizmi? E'tibor tortadimi? Ha, endi do'kon ichida bo'lsa tortadi. Do'kon ichiga kirganingizdan keyin bo'lsa tortadi, uni tashqaridagi yozuv unchalik bas. Tashqarida yozuvlar ko'p fufloda. Ha. Bir 20%. 20% tortadi. Chegirmada bo'lsa menga qiziqib olmaysiz lekin. Yo'q. Unchalik bas sizda. Qiziqish yo'q. Qanaqasidan olgan bo'ladi? Chegirmaligini olamiz. Mana mahsulotga bo'lsa sizda nima bo'laveradi, lekin tashqaridagi e'tibor tortmaydi unchalik. Sirogiga qarang. Sirogiga qarash kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda sirogiga qarang. Oziq-ovqatda bo'lsa shunaqa. Shu yerda bo'lgan narsa Marsda o'zi narxida arzon sotishyapti. Marsning narxini hamma biladi, shikolat. Birinchi sirogiga qaradimda, sen meni tanib turib, endi bozorda yuraman ham. Aka sizga bo'lmaydi sirogiga tikam. Endi shu kuzatuvchilarga savolim bor edi. Sizlar biror bir magazinga kirganlaringda chegirmada xarid qilishga, shu chegirmadagi mahsulot xarid qilishga qiziqasizlarmi yoki nimadir bonus qo'shib berishsa sizlarga yoqadimi? Shuni albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Bonus yoki chegirma deb.